Yurak Amri xayriya fondidan kelayotganimizni bilishmaydi. Oilani o'rgangani kelyapti deb o'ylashyapti, lekin o'rganib bo'lingan. Bitta orzuliga shu boshqa yoqdan Qo'qondan aynan Sirdaryoga atayin keltirilgan shu 10 million so'mlik ortopediskiy DTP kasalligi bilan og'riydigan yigitimiz uchun, 12 yoshli bolajonimiz uchun. Tushundingmi? Yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Mashina rasmini jo'natganmidingiz? Ha. Xuddi shumidi? Siz hamma joydan yordam so'ragandim. Shikalizgan rahmat sizlarga. Bu tug'mami bularda? Tug'ruq jarayonida bo'lgan. Tug'ruq jarayon. Miyasi urilib, qisilib boshi shunaqa bo'lgan keyin. Ha. Qolgan farzandlaringiz sog'lommi menimcha? Sog'lom. Umumiy 4 nafarmidi? 4 nafar. 4 nafar farzandingiz bor. Voy Ibrohimjon, qalay bo'ldi? Ana, endi o'zingizniki bor. Voy, xursandligini qarang. Voy, mashalloh. Grija bo'lib qolganman-da, buni ko'tarib. Chiqishni xohlaydi, chaqaloqlar koleskasiga sig'maydi katta bolam. Shu rosa hamma joydan yordam so'ragandim o'sha koleskaga. Farzandingiz betobligi uchun kimdir kamsitadimi? Ha, ko'p bo'lgan bunaqa holat. Shu yomonsanki, shu yomonligingga Xudo senga jazo ber. Bolang betob qilgan. Bunaqa gaplar ko'p o'tib ketgan. Keyin mana imkoniyatimiz yo'q-ku. Internetga chiqib yordam so'raganimda ham qanchasi aloqaga chiqib, sen mashinikmisan? Bolang ro'kach qilib pul so'raysanmi? O'zingga so'rayapsan. Unaqa gaplar juda ko'p o'tib ketgan. Robbingizdan eng ko'p so'raydigan narsangiz nima o'zi Alloh? Qadarimdan norozi emasman, roziman. Mayli betob bo'lsa ham berdi-ku, tirnoqqa zo'r qilmadi-ku meni. Mendan oldin o'tib qolmasin bolam, umri uzoq bo'lsin. Shu bolam mayli sog'-sog' yugurib ketmasa ham, lekin mendan oldin bolam olib qo'ymasin Allohim. Mayli bir umr ko'tarib yursam ham mayli, lekin bolam tirik saqlagin. Umrini uzoq qilsin Allohim. Har qanaqangi bir men kuchliman deb o'ylayotgan onaga yana bir o'rnak. Aynan shunaqa mehribon onani mana biz yo'qotganmiz. Qani hozir onam bo'lsalar-yu, agar men shunaqa kasal bo'lsam ham rozi. Bunaqa sabrli onani ko'rishimiz bekordan bekorga nasib qilmagan. Yana bir marta onajonimizni sog'inib, shu Ibrohimjonni parvarishlayotgan matonati, sabri bor onaga o'xshagan bizni ham onamiz borligini eslashimiz kerak bo'lgan ekan shekilli. Mana shu yetim bolajonlarning dardini his qilishimiz ham aynan shunda. O'zimiz ham yetimmiz, o'zimiz ham otamiz yo'q, o'zimiz ham onamiz yo'q. Bu mehrni chiqatdan topib bo'lmaydi. Shuning uchun shu yerda yuramiz. Bizga birorta quvonch bag'ishlaydigan narsa bo'lsa-ki, qani shu onani mehrini o'rnini bosa olsa. Kimdir ularni maqtashi uchun aytiladigan so'z emasdi, chunki qiyinchilikni ham ko'rib bo'lganlar. Butun umr ko'tarib yursam ham mayli deyaptilar, lekin mendan oldin farzandim olamdan o'tib qolmasin, shuni dog'ini ko'rmayman. Bu sabr, bu kuch evazi faqat jannat. Jannat ham qanaqa bo'ladi bilasizmi? Ibrohimjon jannatda eng kuchligi bo'ladi, eng zabardasi bo'ladi, eng chiroylisi bo'ladi va unga tayinlab qo'ygan joyga onasini olib kirib ketadi inshaalloh. Mana shu videoni ko'rib turib ozgina rahm uyg'ongan bo'lsa, agar qalbingizda shu raqamlarga aloqaga chiqing. Boringizni bering demaymiz, imkoniyatingizda nima bo'lsa, shunchaki yaxshilik qiling deb sizga dalolat qilamiz. Va inshaalloh uni ajrini Alloh taolo o'zi biladi qancha qilib berishini. Siz kam beryapman deb o'ylashingiz mumkin. Alloh lekin siz o'ylamagan narsalarni sizga tayyorlab qo'ygan bo'ladi. Va shu yaxshiliklarga sherik bo'laman degan hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu amallarda to'xtab qolmaylik. Alloh hammamizni sobit qilsin, niyatlarimizni adashtirib qo'ymasin. Salomat bo'linglar. O'rniga biz hech qachon o'zimizni qo'yib ko'rmasdan xulosa chiqaramiz. Ya'ni o'sha odamning holatiga bir kun o'zingizni qo'yib ko'ringda, bir kun yashab ko'ringda, shuni o'rnida keyin bir xulosa chiqaring. Odamlar bemehr bo'lib o'z holiga tashlab qo'ygandan keyin bo'lib ham mana bu farzand bilan har kuni bir havodan nafas olib bitta xonada yashashlikni bir tasavvur qiling. Bu onaning sabri yo'qmi? Bu onaning chegarasi yo'qmi? Bu inson emasmi? Bu nima robotmi? Temir xotinmi bu ayting? Bu ham inson-ku. Oddiy misol 3 yashar, 2 yashar, 4 yashar, 5 yashar, 6 yashar farzandingiz bilan bir kun uyda bitta o'zingiz qolib ko'ring. 2 soat, 3 soatdan keyin bor deysiz. Anta o'ynab kel deysiz. Bog'chaga jo'natasiz, onasini chaqirasiz, Shunchaki his qiling, yurakdan his qiling, o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Yurak Amri xayriya jamoat fondi.
olganim emas, berganim o'zimniki.